Barselona futbol klubida juda noxush xabar. Jamoaning bosh shifokori Carles Minera Garcia kechagina 8-mart kuni vafot etdi. Jamoa uchun bu juda katta zarba bo'ldi va futbolchilar hamda murabbiylar shtabining iltimosiga ko'ra Barselona Osasuna uchrashuvi qoldirildi. Carles Minera Garcia 1999-yilda Kataloniyaning Ravir hamda Virja universitetini davolash ishi fakultetini tugatgan. Keyinchalik esa u sport travmatologiyasi yo'nalishi bo'yicha magistraturada ta'lim olgan. Hozirgi kunga kelib u Kataloniyada sport tibbiyotini rivojlantirayotgan va universitetda dars berayotgan insondir. Faoliyatining boshidayoq Carles Minera Garcia futbol klublariga juda katta qiziqishni bildirgan va u San Andrew hamda Terrassa futbol klublarida faoliyat yuritgan. Barselona futbol klubida esa ishni 2017-yilda boshlagan. O'sha paytlari u Barselonaning futzal jamoasi shifokori edi. Eng achinarlisi, o'zi orzu qilgan birinchi jamoaning shifokori qilib endi tayinlanganda, afsuski u vafot etdi va bu uning asosiy jamoadagi birinchi mavsumi edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Carles Minera Garcianing rafiqasi hamda Gerard ismli o'g'li va Anna ismli qizi qolib ketdi. Hozirgi kunga kelib dunyo bo'yicha millionlab Barselona muxlislari tushkunlikka tushib qolgan. Shu sababdan Carles Minera Garcianing yaqinlariga, oila a'zolariga hamda barcha Barselona futbol klubining muxlislariga hamdardlik bildiraman. Doktor Carles Minera Garcia, sizning barcha ishlaringiz uchun kattakon rahmat. Biz sizni unutmaymiz.